Assalomu alaykum dehqon bola kanali kuzatuvchilari. Bu yil biz juda ko'pchilikka ejavika ko'chatlaridan sotganmiz. Sel hosilligiga bitta ahamiyat berasizlar. Bugungi kunga 2026-yil 21-iyul sanasiga ejavikalarimiz Rossiya, Qirg'izistonlarga eksport bo'lib ketyapti. Mana kattaroq kalibrda olib qo'ying. Mana ejavikamizning holati, donasi 10 grammdan 16 grammgacha bo'ladi. Bugungi kunga Farg'ona viloyati Quvasoy tumanida Umid akami bog'iga kelganmiz. Hozirda terimiz jarayoni ketmoqda. Kimga buni ishonchli ko'chatlardan kerak bo'lsa, dehqon bola profiliga obuna bo'lib, like bosib, do'stlarga ulashishni unutmanglar. Xudo xolasa noyabr oyidan ko'chatlarning sotuvini boshlaymiz. To aprelgacha ekish davom etadi. Bu hosilni ko'ringlar, 4 yoshida bir tut daraxtimiz 10 kilodan 30 kilogacha hosil bergan. Buni ishonchli ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa, bemalol dehqon bolaga aloqaga chiqishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.